Zo'rmisan? Nimaga urasan? Kuching kelib, kuyovimga yetdimi deb aytdim qizimga, kuyov. Yaxshisiz boss adajon, dunyo turguncha turing. Endi o'zingiz ham oshira olibsiz-da, kecha sal. Bo'ldi, boshqa ichmayman, va'da beraman. Alomatingizmi? Qarang, hozir qizim safardan kuyovim bilan kelyapti. Bo'ldi, ko'nglingiz to'q qiling. 1 gram ham ichirmayman. So'z beraman. Ada, opajon Turkiyadan keldilar. Ada, bitta narsaga rosa xursand bo'lsangiz bo'ladi. Turk bolalar kelishgan, soqolli bo'yi balangina bo'ladi. Baqvat, Kamol Suvdarga o'xshagan. topdingiz. Babacığım. Bonu qizim. Hadi ismimni o'zgartirganman-ku. Voy, uzr, Xurremim. Qani Sulton Sulaymoning? Aşkım. Qizim, turk bolali, bo'yi baland, soqolli, Kamolga o'xshagan turkmi o'zi bu? Turk ada. Dalal bolasiga o'xshaydi-ku bu. Ada sizdan kattaga o'xshaydi-yu. Assalomu alaykum abi. Men otim to'liq Habibullohman ismim. Ada Habib demayapti, Abi deyapti, og'a degani. Nimadir uchunmasiz, mendan so'rang, tarjima qilib beraman. Qizim, shuncha yil Puratandar nimaga ko'rdim? Pustuni ham ko'rib bo'lganlar. Xayrli olsun Po'latalandar. İyi misin? Assalomu alaykum, Ne'mati. Yoniga boshqacha bo'lsa kerak, rozi bo'lasiz. İyimisin nima degan? İsmi nima? Tarkan. Tarkan? Seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran kaderin bozkır belam yakalarsan Boshi yuring. Mo'la uyda qizmi? Ada asabiylashmang. Ovqat qanday chiqdi ovqat? Çok güzel. Men xotin nima chaqiryapti? Go'zal qatdan taniysan? Ha, qanaqa aloqang bor? O'zingiz bosi. Qizim qani taniysan? Ha, go'zal. Adajon, asabiylashmang. Hammasi yaxshi. Çok güzel degani zo'r degani. Boy Habib dedi, go'zal deyapti. Aşkım bu hangi hayvan etti? At eti kocam. Biz de at et yesek ne yapıyorsun? Tushunmadim, men qayerdan baqiryapsan? O'zingiz bosi. Nimaga baqiryapsan? Mildig'im olib chiqyo. Otdi shima. O'zingiz bosi bo'ldi, olib chiqib ketaman. Olib chiq. Yuring boja. Ha, boja asabiylashmay, mo'yloy so'kilib ketadi. Hadi abi. Yo'q, ichirmayman deb va'da berganman. Al içili. To'xta, ichirmayman deb va'da berganman. U menga ichiryapti-yu. Oching. Vo, 50 yurmaysanmi? Ibrohim Tatlisas bo'lib yurmaysanmi? Oldi. Ada, ish qilib pocham ichirib qo'ymasmikinlar? Menga va'da bergan, xavotir olmang. Boja ko'tarolmayapti, surkat yuboradi. Habibga ichganda. Buning bo'lmaydi. Turkka ham o'xshamaydi-yu qizim. Ko'rinishi shunaqa bo'lgani bilan ko'ngli toza-da. Ada, erkak gapim. Men ichirmadim. U menga ichirdi. Endi ashula aytaman deb umrlayapti. Bu akşam olurum beni kimsen tutamam. Unaqa aytmaydi. Men unaqa aytadi. Bu akşam men o'laman. Sening chiroying uchun. Sen beni tutamazsan yıldızlar tutamaz. Hadi. Bu akşam olurum. Beni kimse tutamaz. Bo'ldi, ada. Yıldızlar. Yo'qol. Arkadaş. Yo'qol. Boja shu ishni bekor qildingiz. Ertalab keldingiz turibdi. Bu o'yinni men ko'rganman. Hadi. Bu ularning milliy o'yini-da. Bilaman, Nihom bilan Kamol o'ynagan shunaqa. Qarab, buni nima ish qiladi, qancha shotda bo'ladi. O'zbekistonga ish bilan kelganmiz. Keyingi hafta ketamiz. Qanaqa ish bilan? Qanaqa ishligini ertaga borganda ko'rasiz. Qalayada? Mana shu magazin kuyovimikimi? Yo'q, Filiboya va Bitek mahsulotlari Turkiyada ishlab chiqariladi. Bular shu brendlarning marketologi bo'lib ishlaydilar. Kuyov, marketolog nima degani? Market bu magazin. Ha, bu magazinchi. Abi beni Jim tur, men sen tushunmayman-ku. Gapir qizim. Hozir bo'ladi katta aksiya ketyapti. Ya'ni Filiboya mahsulotlaridan $1000 yoki Bitek mahsulotlaridan $500 tovar xarid qilsangiz, Keyinchi, Abi, jim tur. Gapir qizim.
ikkita BYD undan tashqari 260 ta qimmatbaho sovg'alarni yutib olsangiz bo'ladi. Aksiya 30-sentabrgacha davom etadi. Bular shu narsalarni nazorat qilgani kelganlar. O gap yo'q-ku, urmidi balan aka. Abi beni dinle. Dinlominglar hojib turgin dedilar-ku. Aralashmak-ku. Gapir abi. Abi ben senin kızını seviyorum. Sevib qolsang bera olmaylar Yo, qizimni. aralashmay dedim. Gapir abi, hal qilamiz degan narsalarni men uyda men yutursam bo'ladimi-ku? Kulishimni sog'indi kimlar, so'lishimni sog'indi kimlar. Kuyov? Xafa bo'ldingizmi? Bu kuyovlar keladi, ketadi. Oldimda siz qolasiz. Xafa qilib qo'ydim, uzr. Yo'q, adam men uydan chiqib ketmoqchiman. Qo'lingizni oling. Qo'ysangchi-ku. Rostdan aytaman, qo'lingizni oling, uydan chiqib ketmoqchiman. Rostdan aytaman, qo'lingizni oling, uydan chiqib ketmoqchiman. Chiqib ketavering. Hazırlaşdimi? Ne qizlarga o'xshab hazır ko'tara olmayapsiz? Chiqib ketmoqchi edingiz, chiqib ketavering. Voy hazır-ku. Siz o'tgandan keyin uymanga qolish kerak-ku. Hazır. Hazır. Haydi li 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 ya. Aka, mana shu bolaga necha yil berasiz? 95 mi, 96 bo'lsa kerak-ku. 2006-yil biz ablandi. Protest qarib ketganda laqami ham boboy. Sochini ham qalay to'kilib ketganini. Voy, oradan adani boraman adasi. Hey, katta bola, uyalmaysanmi? Tosh sindirasan hozir. Jonliq katta bola emasman. Men bilan baravar yoshim. Ho'kiz. Tar, ho'kaz ketamiz. Voy qilib qol. To'y kishilik o'xshaysan. Urushasanmi? Men sendan kichkinaman, 2006-yilman. 2006 ga o'xshamayapsan-ku, aldimi? Xohlasang pasportimni ko'rsataman. Lekin rostdan 2006-yil. Sen aralashma patsan. Urushasan dedim senga. Kechir, dilingni ortgan bo'lsam. Shunda borib olib berib, bizdan yosh bolada bermayapti. O'ylaring, yo'q nima paddashga qor. Ikkita dona sigaret bering, men katta bo'laman. Aka rostdan ham endi IELTS kerak emasmi? Xuddi shunday. Siz bizning sertifikatlarni qo'lga kiritgandan keyin Singapurskiy, Turin, PTP shunga o'xshash va boshqa chet el universitetlariga kirsangiz bo'ladi. Rostdan. Ha, va bu imkoniyat faqatgina Cambridgeda bor. Sababi o'qish tizimi va imtihonlar xalqaro Buyuk Britaniya tizimiga o'tkazilgan. Uzr kech qoldim. Yaxshi kam bo'ldi. Keling, aka. Jiyanlaringizmi bu? Anaqimiz. Yosh kattalar o'qisa bo'ladimi? O'tir boboy. Ahmad, Tinchmisan og'ayni nimaga? aka siz yaxshimisiz? Ne buni siz lossan o'g'lim-ku. Vuy, o'zim bilan bir xil qolibdi-yu bu. Kishi bo'lib ketdi-yu. Hali yosh. Ne berib boqdim? Buni kattaligini qara. To'g'risini aytsan aytdingmi? Omanga qara kichkina aytgani yo'q, o'zim bildim. Nima 29 yoshman deb aldading? 8 yosh kichkina ekansan, patsan. O'zi bo'ldim kech qolgan deskiga gaplar qilayotganingni. Bo'pti senga. To'xta. Men tashab ketma. Sen siranma, chort. Tashab ketmang, men o'g'lim.